Yana bitta dunyodagi hozir jamoatimiz ustiga tushishi mumkin bitta muammoni aytaman. Istijomiz, to'satdan o'lib qolishimiz mumkin. Farhod agar o'lib qolsa, Farhod o'lib qolsa, agar shu e'tiqodida o'lib qolsa, Alloh saqlasin, bu jamoat misol janozasini ko'tarmaydi. Qayerga ko'tarib borishadi keyin? Hech kim qaramaydi. Janozasi o'qilmasa, musulmon qabristoniga olib bora olmasak, Mahmudki birodarlar ham sahih hadislarni inkor qilgan bo'lsa, qanaqa biz unga janoza o'qiymiz deb tursa, Alloh saqlasin, public funeral homelarga ketib, holat haqi bo'lishi ham mumkin. Ahmadjon, mana men yo'g'imda men haqimda xohlagan gaplaringizni gapiribsiz. Uni ko'mmaymiz debsiz, xor bo'ladi debsiz, o'ligi ko'chada xor bo'ladi debsiz. Bu jamoat buni jasadini, buni janozasini ko'tarmaydi debsiz. Endi eshiting, meni janozamni o'qishlik sizlarga qolmasin avvalo. Uni g'ami sizga tushmasin. Uni kim ko'madi, nima bo'ladi deb g'am qilsiz. Senlar ko'mmasang, ko'madigan odamlarni jo'natadi Alloh taolo. Kerak bo'lsa, prezident kelib o'zi ko'madi. Kerak bo'lsa, dunyoni har xil mamlakatlaridan samolyotlarda odamlar uchib kelib meni janozamni o'tkazishadi. Agar Alloh shuni xohlagan bo'lsa. Sen meni janozamni g'am qilishni o'rniga o'zingni bola-chaqang haqida, sog'lig'ing haqida o'ylagin. Men bilan ishing bo'lmasin, meni e'tiqodim bilan seni ishing bo'lmasin. Men kirmaydigan qabristonga mayli sen oila, bola-chaqang bilan, zurriyotlaring bilan hammang joylashgin ashaga. Shu kunlarni ko'rishlikni Alloh menga nasib qilsin. Ko'ray ham meni qabrga kirganingni ko'rishlik menga nasib qilsin. O'zlaringcha men yo'q majlisda xohlagan gapingni gapirishib, Alloh biladi. Hali kelajakda nimalar kutyapti kimni. Holatlar qanday bo'ladi buni Alloh biladi. U qanaqa odam eding bir eslagin. O'zing bilasan o'zing qanaqa odam bo'lganingni. Endi bugunga kelib taqvodor, ilmli bo'lib qoldingmi? Yurarding so'tak bo'lib.